Assalomu alaykum, hurmatli YouTube va Instagram kuzatuvchilari. Men Nuriddin Ahmedov, shu Qo'qon muzeyida bir necha yildan beri faoliyat olib bormoqdaman. Sizlarga bir chiroyli ko'rgazmani ko'rsatmoqchiman. Ish jarayonida biz hozir Qo'qon muzeyida saqlanayotgan eng ulkan va eng mitti qo'lyozma kitoblarni ish jarayonini olib bormoqdamiz. Bu katta kitobimiz Qur'oni Karim, Qo'qon qog'oziga yozilgan qo'lyozma. Xonni o'zini pechati bilan tasdiqlangan. Oldingi videolarimizda ko'rsatib o'tdik. Xonni tasdiqlangan muhri va pastda vaqf jamiyatining muhri, ya'ni bu jamiyat muhri qo'yilishiga sabab bu kitoblar sotuvga chiqarilmaydi, faqat ehson uchun qilingan. To'laligicha bizning davrimizgacha yetib kelgan 1856-yilga oid xonning pechatlari bir nechta joylarida saqlab qolingan. Yana bir muhri. Yana bir xonni tasdiqlangan muhri. Bosh qismlarida ham ko'rishingiz mumkin. Xon muhri va vaqf jamiyatining muhri yozilgan. Bu kitob esa Ahmad Yassaviyga tegishli hikmatlar hisoblanadi. Bu ham 19-asrga oid. Biroz eskirgan. Kichkinasining hajmi 11 sm ga eni 7 sm ni tashkil qilyapti. Ulkan kitobning hajmi esa yarim metrdan oshiqroq 52 sm va eniga esa 30 sm dan oshiqroq. Taqqoslashlaring mumkin ikkala kitobni hajm nuqtai nazaridan.